qarang endi hali ayrim bo'layotgan voqealarga odam ta'sirlanadi ekanda. Oshna og'aynim ko'p ekan, xona qarindoshim ko'p ekan. Hali oldin qiyinchilikda qiylanib o'tirgan paytimizda ko'pi chaqirib kelmasa, ko'pi holimizdan xabar olmasa, xona qarindoshlarim, bu do'stlarim yo'q deb o'ylardim ekanda. Shu qo'lingizga pul tushmaguncha bilmaysiz ekanda. Qo'limizga pul tushdi, bildik mana. Oshna og'aynimiz ham ko'p ekan, xona qarindoshlarimiz ham ko'p ekan. Qo'lingizda pul yo'qsa hamma narsadan bexabar ekansiz. Endi ko'pchilik xabar olmaganda endi shu yo'qchilik paytida shunga endi biz o'zimni yetibman deb o'ylardim ekanda. Hech kim yo'q deb o'ylardim. Bor ekan, mana do'stlarimiz bor ekan. Xona qarindoshlarimiz bor ekan. Endi qo'limizga pul tushmaguncha bilmadik, ayb bizda bo'ldi. Nima demoqchiman-da, haligi biragi narsalar yomon ta'sir qilyapti-da odamga. 99% narsa, o'limdan boshqa hamma narsani hozir endi pul hal qiladigan bo'lib ketdi. Shunaqa zamonlar bo'lib ketibdi endi. Nima desa bo'ladi, haligi dollarni bilamiz, hammamiz kal odammiz. Mana shu kal gapirganda, manaman degan sochi bolalar ham hammasi o'tirar ekanda. Kalda gap katta ekan. Shu kalni to'plaverish kerak ekan. Ko'pgina qilish kerak ekanda kalni. Shu kalingiz bo'lsa, oshna og'ayningiz ham bor ekan, do'stingiz ham bor ekan, qonun qarindoshingiz ham bor ekan. Bir narsa meni o'ylantiryapti. Endi bular bilan do'stlashsammikin yo do'stlashmasammikin degan bir fikr kelyapti-da. Shuni kommentariyaga yozib qo'yasizlar do'stlarim. Joninglar sog' bo'lsin. Pul topish harakatini qilaveramiz. Hamma narsadan kechamiz ekan. Pul bo'lsa hamma yo'q bor ekan. Joninglar sog' bo'lsin.